Hello YouTube arkadaşlar, sizler bilan birgalikda men Play Minecrafter bo'ldi. Bugun sizlar bilan birgalikda 15 minutlik video qilamiz. Shungacha kuchayishga harakat qilaman. Qarorda videoni boshladik. Xo'p, daraxt chopishdan boshlaymiz. Xo'p, bolalar, mana 20 tacha taxta chopdim. Hammasini oddiy taxtaga aylantirib olamiz va verstak o'zimizga chop yasaymiz. Verstakka kirib bitta kirka, keyin verstak olamiz. Topsam sizlarga o'zim xabar beraman. Xullas, tagini olib ketsam bo'ladi. Nomdan yuradigan ovqat muammosini hal qilamiz. Короче, pastga tushibni olganim yaxshiroq deb hisobladim. Tosh topish sal problema bo'ldi. Tosh hech qanday yo'q bo'ldi. Shuning uchun xullas 40 ta olsam sizlarga o'zim, 42 ta olsam sizlarga o'zim xabar beraman. Xullas, taxta kirkam sinib qoldi. Shuning uchun 40 ta oladim xolos. Mayli, hech narsa qilmaydi. Men hozir topor, keyin qilich, keyin qo'yaniga pechka so'rsam yaxshi bo'lardi. Kelinglar, bu yerdan chiqaylik. Qorong'i bo'lib ketdi, shuning uchun tezroq chiqsak, menimcha hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men 50 tarim bir tartibga solishim kerak. Nimaga qaranglar, hamma narsalar har xil bo'lib yotibdi. Verstak, mana verstak. Buni verstak emas. Buni olib turib taxtani olamiz. Keyin buni, keyin go'sht. Buni o'rniga kelinglarda hammasini qo'yaylik-da, xullas. Mana endi qo'yamiz. Sal teparoqqa chiqaylikchi, birorta joylar yo'q. Menga bu joy yoqmadi, negaki spam yoqmadi. Bir chiroyliroq, menimcha, masalan, bir jungle emas, endi bir oddiy biyomni spam qilsa bo'lardi. Qayerda spam qildim? Qora daraxtlar joyida, qora o'rmonda. Qo'y, konga tushib ketdim. Temirchasi ham bor ekan. Temirni olamiz. Cho'ta bu yerdan chiqqan yaxshiroq. Nimagaki o'zini istayapsizlarmi? Temir 3 tami? 3 tadan ko'p bo'lsa kerak. 3 ta xolos. 3 ta xolos ekan. 3 ta xolos. Mayli, endi Xudoga shukr, shunga ham shukr. Hammasi topmayotgandim. Xo'p, chiqamiz bu yerdan, kelinglar deb bolalar. Xo'p, birorta shaxta, normalniy shaxta topsam o'zim sizlarga xabar beraman. Orada bir ko'rmasam bo'lmadi, menga qo'lincha ochib ketdi. Temir ham pishirib olay. Endi allaqachon 3 ta temir bo'ldi, shuning uchun bitta temir kirkasi olsam menimcha yomon bo'lmaydi. Xo'p, pishdimi yana? Pish tezroq. Bolalar, hamma steykimiz pishdi. 2 ta steyk yedim, nimagaki qorin tushib ketdi. Hozirchalik tezroq chiq. Menda 3 ta temir bor. Topor kerak emas deb o'ylayman, nimagaki topor hozircha taxta temir toshdan o'tirsin. Negadir to'xtam. Xo'p, birorta normalniroq shaxtacha kerak. Shaxta kerak, to'g'ri. Tezroq shaxta topsam yaxshi bo'lar edi. Mayli bolalar, topsam o'zim sizlarga yana xabar berishim kerak. Короче, bu yerda 3 ta qo'y bor ekan, shuning uchun men kravat yasay olaman.
o'zini pasaytiramiz. Hop, tezroq yasab, bitta karavot uxlaymiz. Keyin bolalar, men hardcore video qilmoqchiman. Original Minecraftda. Ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoning tagiga like bosing va sizdan 10 ta like. Oy, yo'ramas. 10 ta like bu videoni deyishim hardcore video chiqadi albatta. Bo'yayotgandek shaxta topsam o'zim sizlarga xabar beraman. Katta shaxta bo'lmasa ham bitta temir bor narsa topib oldim. Ko'mirchasi ham kerak emas. Bu yerda hattoki keraklarda bizdan bitta film ko'ramiz. Xo'p. Voy, ushqan. Yo. Ushqan yapti. O'zi bunaqa bo'limkan. Orqasida temir bor ekan, bilan olishga. Chota. Yana qo'yib bo'lmayapti. Ovozlar uchun çok ovoz chiqarishi mumkin. Mayli. Oldi qo'chon 6,5 minut bo'libdi. Xo'p, bolalar, men o'zim sizlarga ovozam o'zim sizlarga xabar beraman. Buni ham bitta qoldirmasdan temir oldik. 6 ta temir, 15 ta ko'mir. Xo'p, bularni pishirsam o'zim sizlarga yana xabar berishga to'g'ri kelar ekan. Bolalar ko'p pauza bo'lyapti. 15 minutdan ko'p qilsa bo'lmaydi. O'zingizlar bilsanglar kerak. Nomer so'raydi. Bolalar, короче, hammasini pishirdik. Oy. Xo'p, xullasiga yana tezroq kuchayishimiz kerak. Tezroq kon topish kerak. Qo'lga kon topaman, qishloq topdim. U sabzi ekan, yaxshi. Qishloq joyini ko'rganda yosh bir stak 7 ta sabzi bilan va 7 ta non bilan ko'zimda yosh tark etmoqdaman. Afsuski hech narsa yo'q ekan, tezroq. Afsuski temir narsa yo'q ekan, tezroq endi kon topishimiz kerak. Oxirgi umidimiz o'sha konda. Короче, qolmas ekan. Yo, what the fuck? Yo, chaqirib ekan, menimcha Emojan deyishim craftsmanda xatolik. U temir topay o'zim sizlarga xabar beraman. Короче, ikkitaman ishda turam. Bu temir ko'p ekanmi? Hop, tezroq olsam. Obulim yana temir topish kerak. Temir topaman deb mana bunday ekan. Bu yerda spawner bor. Hop, yana ko'proq temir topdik. Olay, tezroq. Короче, yana temir topib oldim. Hop, tezroq olsam. Короче, yana topib oldim, tezroq olsam. Hop, qaranglar, like bosasizlar, agar boshqasi obuna bo'lsa, obuna bo'lasizlar. Boshqacha like, obuna bo'l. Короче, men temirlarni pishiryapman. Pishirib olsam, craft qilib sizlarga o'zim xabar beraman. Hop, 27 ta chiqdi. Hammasi pishdi, ko'rishingiz mumkin. Xullas, hammasini endi yasashga harakat qilaman. Bo'ldi. Pul birani bo'ldi. Endi men bitta qilich yasasam, вообще-то zo'r bo'ldi bo'ldi. Xo'p, mayli, sizlar uchun men shuni yasamoqchi emasman. Men yasamoqchi emasman. Xo'p. Buni keyin topor, qanaqa topor.
yana bitta to'pur, qilich, non, bu yerga yana ozgina blok deydimi? Xo'p. Keyin verstak va pechka uchun joy. Buni olamiz verstakka. Keyin ham olganimiz yaxshi. Men tepaga chiqsam, o'zim sizlarga xabar beraman, yorug'likka chiqsam. Короче, bolalar, mana yorug'likka chiqdim. Men hozir bolalar kravatim yo'qolib qoldi. Men qayerdaman? Mayli. Короче, kravatim yo'qolib qoldi. Bolalar, hozir bitta epik sahna qilamiz. 1 minut. Epik sahna bo'ladi o'zi ham. Aniq sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ko'p xotiralar. Aniq epik sahna bo'ladi. Axir yetadi deb aytinglar desam yetmay qoldi. Mayli, mana yo'qotib yuboramiz. Yo, what the hell, bro? Anamni tashib yuborsay, keyin bu yerga bitta mana blokka bunday qo'yib qo'yamiz. Keyin mana bu keyin o'tiramiz. Sizlarga pauza qilamiz. Not even close, baby. Touch no blade never dies. Touch no blade never dies. Not even close, baby. Play Minecrafter never guys. Play Minecrafter never guys. Shunaqa epik sahna edi bolalar. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar bolalar. Aytganimdek hardcore videosi albatta chiqadi. Xullasiga obuna bo'linglar va like bosinglar. Shu videoning tagida 10 ta like va hardcore video chiqadi. Sizlar bilan birgalikda Play Minecraft deb bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar.